Ana endi siz ham bemalol ramashka ko'rinishidagi nonlar tayyorlay olasiz. Agar shu retsept bo'yicha tayyorlasangiz, siz yana qanaqa usullardan non tayyorlaysiz, kommentariyada yozib ketinglar. Qaranglar qanaqa do'mboqqina, yumshoqqina chiqqan. Ayniqsa mehmonlaringizga qo'ysangiz mazza qilib yeb ketishadi. Birinchi qiladigan ishimiz iliq sut, erigan margarin, tuz va drojani solib, hamma masalliq bir-biriga qorishguncha aylantirib olamiz. Shu holatga keladi va unimizni solib, yumshoq xamir qorib 1 soatga tindirib qo'yamiz. 1 soatdan keyin dumaloq uzvolachalar tayyorlab olamiz. Xamirimizni 3-4 taga bo'lib va 10 minutga yana tindirib qo'yamiz. 10 minutdan keyin xamirlarimizni shakl berishni boshlaymiz. Birinchi o'rtasini ezib, chekkasini to'rala tomonini kesib, men listga qo'yib oldim, qulay bo'lishi uchun. Va chekkalarini yana kesib olamiz pichoq yordamida. Atroflarini yaxshilab bosishimiz kerak, pishayotganda ochilib ketmasligi uchun. Va tekizlab chiroyli qilib chiqamiz. Ustidan chekichimizni urib, bir martadan ursak yetadi, ko'p urish shart emas, xunuk bo'lib qoladi bo'lmasam. Tuxum sarig'ini surkamiz. Sedana, oq, qora set sachdim men. Va 180 gradusda 25 minutda pishirib olamiz, usti va tagi qizargungacha. Shu bilan nonlarimiz tayyor. Siz yana qanaqa usullarda tayyorlaysiz? Qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. Ustlari ham chiroyli bo'lib qizarib, bir xil bo'lib. Yoqimli ishtaha.